Bugun demak bizda mamoplastika bemorimiz yoshligida exinokok tufayli chap ko'krak qafasida operatsiya o'tkazgan va shuni hisobiga ko'krak mushaklari va sut bezi yaxshi rivojlanmagan hamda deformatsiya bor. Shuni hisobiga bugun lipofilling amalga oshiramiz va lipofillingni natijasiga qarab turib implant qo'ymaslikni hal qilib ham implant ham lipofilling qilinadi yoki lipofillingni o'zi bilan operatsiyani tugatamiz. Demak, bemorimizda Vizor apparati yordamida liposaksiya qildik va olingan yog'ni shprislarda kanyula orqali ko'krak sohasiga yuboramiz. Lipofilling amaliyotini amalga oshiramiz. Bu implantga parallel bo'lgan, implantdan ko'ra arzonroq tushadigan metod hisoblanadi. Yaxshi tomonligi organizm o'zidan olinadi va arzonroq tushadi. Implantdan bo'lsa kamchiligi bu ma'lum bir qismi so'rilib ketadi. 20% dan 70% gacha so'riladi odatda va yog' bor soha bo'lishi kerak. Son yoki qorin sohasida yog' bo'lishi kerak. Bu ham bitta variant ko'krak va boshqa sohalarga augmentatsiya uchun. Demak, operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib turganingizdek, chap tomon ko'krak rekonstruksiya qilindi. Bu faqat estetika uchun qilinayotgan amaliyot emas. Chap ko'krakda operatsiyadan keyingi nuqson bor edi. Shuning uchun bularda lipofilling amaliyoti qo'llanildi. Chap ko'krak obyomi o'ngga nisbatan biroz kattaroq qilib shakllantirdik, chunki yuborilgan yog'ni bir qismi so'rilib ketadi va bir xillashadi o'ng tomon bilan.